bank mahsulotlari bilan tanishtirmoqchiman. Birinchi mahsulotimiz o'zimiz bank qilgan jismoniy shaxslar uchun biznesga ko'mak mahsulotimiz. 17 million so'mga ajratiladi. 48 oy muddatga 2 oy mobaynida ishlamagan. Bu ishlamagan shaxsga o'zi bankda ishlamagan, o'zini bankdan shaxsga ajratiladi. 6 oylik imtiyozli davr bilan 48 oy, ya'ni 4 yil muddatga ajratiladi. Bundan tashqari o'zimiz bank qilgan jismoniy shaxslarga mahalla loyihasi mahsulotimiz bu. Mahalla loyihasi mahsulotimiz 50 million so'mgacha 5 yil muddatga, 60 oy muddatga 2 yillik imtiyozli davr bilan ajratiladi. 2 yil faqat foiz to'lab bo'lasiz, keyingi 3 yilga kredit o'zidan to'laysiz. Kredit ta'minot sifatida sug'urta polisi yoki to'lanadigan bo'lsa 5 yil so'mga to'lash kerak, u salgina alohida. Shuning uchun o'z boshiga sug'urta bilan beradilik, ya'ni sug'urta 5 yillik to'laysiz. Mana 17 millionga sug'urta bor, 400 ming so'm to'laysiz, kerak